Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda 4-mart kunidan 7-martgacha kutilayotgan ob-havo prognozi e'lon qilindi. Darhol xabardor bo'ling. Assalomu alaykum do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi va dolzarb yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostiga bir donadan like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Like bosgan qo'llaringiz hech qachon dard ko'rmasin. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 4-mart kuni ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. 5-7-mart kuni yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat kechasi 4-6-mart kunlari 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq. 7-mart kuni 0.5 daraja iliq, kunduzi 4-mart kuni 5-10 daraja iliq bo'ladi. 5-7-mart kunlari 10-15 daraja iliqqacha ko'tariladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 4-6-mart kunlari ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 7-mart kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 4-mart kuni 5-10 daraja iliq bo'ladi. 5-7-mart kuni 13-18 daraja iliqqacha ko'tariladi. Navoiy viloyati shimolida kechasi 4-6-mart kunlari 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq. 7-mart kuni 0.5 daraja iliq. Kunduzi 4-mart kuni 5-10 daraja iliq bo'ladi. 5-7-mart kunlari 10-15 daraja iliqqacha ko'tariladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 4-mart kuni 10-15 daraja iliq. 5-mart kuni 7-12 daraja iliq bo'ladi. 6-7-mart kunlari 13-18 daraja iliqqacha ko'tariladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 4-6-mart kunlari ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 7-mart kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 4-5-mart kunlari 10-15 daraja iliq bo'ladi. 6-7-mart kunlari 18-23 daraja iliqqacha ko'tariladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 4-mart kuni 10-15 daraja iliq. 5-mart kuni 7-12 daraja iliq bo'ladi. 6-7-mart kunlari 13-18 daraja iliqqacha ko'tariladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida esa havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor. 4-6-mart kunlari ayrim joylarda kuchli bo'ladi. 4-6-mart kunlari respublikaning tog'li hududlarida qor ko'chishi xavfi bor. 4-6-mart kunlari respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliqdan 2-7 daraja sovuqqacha. Kunduzi 3-8 daraja iliqdan 3 daraja sovuq, 2 daraja iliqqacha o'zgarib turadi, deyiladi xabarda. Do'stlar, kanalimiz tezroq rivojlanishi uchun iltimos video ostidagi like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qo'yishlikni unutmang.